Demak, qaranglar, mana bu joyida, mana bu joyida, mana bu joyda legirovchiga bor. Mana. Ya'ni mana buni bosib, misol uchun 10 mg bo'lsa, 10 ga o'tkazib olib, mana buni buralarni qotadi. Agar yo'q, menga ko'proq kerak deydigan bo'lsa, mana bundoq bo'shatib, mana bundoq qilib berilaveradi. Mana bundoq qotirib qo'yiladi keyin. Bo'ldi mana. Ana shunday qilib turib, bu urovin olinadi. Demak, olur. Demak, mana bu pistolet qaranglar mana, jarayonga qaranglar. Mana buni bosib qo'yib yuborgan payti, kachatga, ya'ni kachalka qilgan payti tortaveradi. Mana, kelyapti. Ko'ryapsizlar-a? Mana, har bosganimda yetib kelyapti. Xullas, bitta kelib olgandan keyin mana. Mana. Mana to'layapti. E'tibor berdinglar-a? Mana. Mana. Buni endi hozir ichirib ko'rsatishim kerak bo'ladi. Bu uchun demak buni taqib olaman. O'chib tur. Mana qaranglar akalar. Mana bundoq qilib yonboshga men mahkamlab oldim. Bu yerda endi remim bor. Kim qanaqa qulay qilsa o'ziga o'shanday qilib mahkamlab olsa bo'ladi. Endi shuni olib kirib qo'ydi ishlab bitta ichirib ko'ramiz. Qani ketdik. Qo'shqorlardan birontarasiga shuni ichiraylik. Xo'p. Qo'shqorimizga mana bitta o'zim e'tibor qilib ichirib ko'ramiz. Bo'ldi. Necha sekund vaqt ketdi? Mana yana alvin to'ldi. E'tibor qilinglar. Men bitta bosdim, ichirib yubordim, o'zi ham bilmay qoldi. Qanday ichirganim. Yana bittasi sinib ko'ramiz. Xo'p. Qaysi? Ochib turay, chiqarib qo'y. Ochib. Men kecha bozordan yangi olib keldik. Hali alvin ichirmodik. Mana yon boshidan ketdi. Ichirib yubordim. Menimcha qo'yib borilarga juda kerakli narsa, akalar, bu shunchaki buzilib qoladigan narsa emas. Juda mustahkam narsa. Ko'ryapsizlar, oddiy mexanizm. Ya'ni ishlataversa buzilib ketadi, arzimagan narsa deb qaramanglar, iltimos. Men buni